top market to'liq bo'lib noldan deylik O'zbekiston sharoitida men kurs o'qib chiqyapman. Ko'rdim qanaqa reklama ko'rdim. Bo'ldi 3 oyda meni kursimni olasan, zo'rib chiqib ketasan. Tam oyiga qanchadir summa topasan, bo'ldi. Men kurs kirdim, o'qidim, chiqdim. Bozorga qarayapman, bozorda sizlar aytyapsizlar, bitta pozitsiyani tanlashinglar kerak. O'sha bo'yicha ketishinglar kerak debsizlar. Okey. Endi men o'sha pozitsiyani tanlab, unda ishlab, o'sha falon summa chek chiqarishim uchun, deylik, o'rtacha $1000 chiqarishim uchun qancha vaqtim ketishi kerak? O'rtacha. Hammada har xil, kimdadir ertaroq, kimdadir kechroq bo'lishi mumkin. Qancha vaqtimdan ketishim kerak? Umuman o'sha toplarni qatoriga kirishim uchun, o'zi bizda top 1% degan narsa bor. O'shanaqa 1% ga kirishim uchun nechta proyektni qanaqa fakaplar qilishim kerak, o'rtacha, necha yil ishlashim kerak? Shu haqida qisqacharoq.